Assalomu alaykum barchaga. YouTube'dagi video darslarimiz davom etadi. Bugun sizlar bilan 2025-2026 o'quv yilida ixtisoslashtirilgan maktablarning 9-sinf o'quvchilari uchun matematika fanidan yakuniy attestatsiyaga tushadigan savollarni ko'rib o'tamiz. Demak, biz 16-bo'limga kelib qolganmiz. 16-bo'lim muntazam ko'p burchaklar va ularga ichki va tashqi chizilgan aylana mavzusi. Bunga davr 15 ta bo'limni yechimlarini ko'rib o'tdik. Demak, boshladik. Birinchi savol. Aylana tomoni 4,3 cm bo'lgan kvadratga ichki chizilgan. Demak, kvadratning ichiga aylana ichki chizilgan ekan. Bu aylanaga teng tomonli uchburchak ichki chizilgan. Uchburchak tomoni uzunligini toping debdi. Demak, berilgan shartlarga ko'ra chizma chizib olamiz. Kvadratning ichiga aylana ichki chizilgan. Bu aylana ichiga esa teng tomonli uchburchak ichki chizilgan. Demak, kvadratni tomonini A deb belgilashga olsak, bizda kvadrat tomoni A'miz 4,3 berilgan. Endi uni ichiga aylana ichki chizilgani uchun radiusni R deb olamiz. O markaz. Shunda aylananing diametri kvadratning tomoniga teng bo'ladi ichki chizilgani uchun. Demak, burchaklar 90 gradusdan va bu yerdan 2R teng 4,3 ga desak, aylananing radiusini topib olamiz. 2,3 ga teng bo'ladi. Endi bu aylanaga ichki chizilgan muntazam uchburchak, ya'ni teng tomonli uchburchak tomonlarini x deb belgilashga kiritsak, bu holatda aylana teng tomonli uchburchakka tashqi chizilgan hisoblanyapti. Shunda teng tomonli uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusini topish uchun biz teng tomonli uchburchakni tomonini 1,3 ga bo'lishimiz kerak. Shunda tashqi chizilgan aylana radiusi kelib chiqadi. Bu degani teng tomonli uchburchak tomonini topishimiz uchun radiusni 1,3 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Demak, teng tomonli uchburchak tomoni 1,3 ko'paytirilgan radiusimiz 2,3 ga teng bo'ldi. Shundan teng tomonli uchburchakni tomon uzunligi 6 ga teng bo'lyapti. Demak, javob uchburchak tomon uzunligini toping deyilgan. Uchburchak tomon uzunligi 6 ga teng deymiz. Mana shu shaklda hisoblab qo'yishimiz kerak. Endi bu muntazam uchburchakda unga tashqi chizilgan aylana radiusi bo'lyapti. Mana shu kichkina yer. Shuni hisobiga tomonni 1,3 ga bo'lganimizga teng bo'ladi. Endi ikkinchi savolga qaraymiz. Ikkinchi savoldan boshlab chizmalarni chizib olganmiz, chunki vaqt ketmasin degan ma'noda hammasini chizmasini chizishimiz mumkin, lekin ozgina vaqt talab qilgani hisobiga biz tayyor chizmalardan foydalanamiz bundan keyingi savollarda. Ikkinchi savol. Tomoni 16,3 cm bo'lgan muntazam uchburchakka aylana ichki chizilgan. Bu aylanaga kvadrat ichki chizilgan. Kvadrat tomon uzunligini toping. Berilgan shartlar bo'yicha mos chizma chizib olganmiz. Ya'ni muntazam uchburchak berilgan. Tomonni uzunligini deylik A deb belgilashga kiritsak, bizda muntazam uchburchak tomon uzunligi 16,3 ga tengligi berilgan. Va bu muntazam uchburchakka aylana ichki chizilgan. Aylana ichki chizilgan bo'lsa, buni radiusini kichkina r bilan belgilasak, kichik r. Va bu aylanaga kvadrat ichki chizilgan deylik. Kvadrat tomonlarini x yoki x demaylik, b deylik. Kvadrat tomonlari b ga teng deb belgilashga kiritsak, bizdan mana shu kvadrat tomon uzunligini so'rayapti. Buni topish uchun nima qilamiz? Dastlab muntazam uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusini topamiz. Buni topish uchun tomonni 2,3 ga bo'lishimiz kerak.
Shunda muntazam uchburchakni tomoni berilgan, ichki chizilgan aylana radiusi bizda 16 ildiz 3 taqsim 2 ildiz 3 bo'ladi. Radiusimiz shunda bizda 8 ga teng bo'lyapti. Ya'ni muntazam uchburchakka ichki chizilgan radius. Bu 8 radiusli aylanamiz kvadratga tashqi chizilgan bo'lyapti. Demak, kvadratga tashqi chizilgan bo'ladigan bo'lsa, kvadratni deylik diagonali, ya'ni b ildiz 2 aylana diametriga teng bo'ladi, 2 r ga teng bo'ladi. Bundan kvadrat tomonni topsak, ildiz 2 ko'paytirilgan r ga teng deymiz. Bizda r 8 ligi ma'lum, shunda kvadrat tomoni 8 ildiz 2 ga teng bo'ladi. Mana bu ko'rinishda hisoblab qo'yishimiz kerak. Bu ikkinchi savolimizda. Demak, kvadratning tomon uzunligi 8 ildiz 2 ga teng deymiz. Endi keyingi savolga qaraymiz. Uchinchi savol. Tomoni 6 ildiz 2 bo'lgan kvadratga aylana tashqi chizilgan. Bu aylana muntazam 6 burchakka ichki chizilgan. 6 burchak tomoni uzunligini toping. Deylik, kvadratga aylana tashqi chizilgan, aylana esa 6 burchakka ichki chizilgan. Berilgan shartlar bo'yicha chizma chizib olganmiz. Aytaylik, 6 burchak tomonni x deb belgilashtirsak va kvadrat tomonni a desak, a deb belgilashtiramiz va bu yerda unga tashqi chizilgan aylana, deylik, buni radiusini r deb belgilashtirsak, markazi o. Shunda kvadratni tomoni berilgan 6 ildiz 2 va unga tashqi aylana chizilyapti. Tashqi aylana chizilsa, bizda kvadratning diagonali aylana diametriga teng bo'ladi. Shunda a teng ildiz 2 ko'paytirilgan r ko'rinishda belgilasak bo'ladi. A'miz bizda 6 ildiz 2 ga teng, ildiz 2 ko'paytirilgan r. Bu yerdan radius topsak 6 ga teng. Endi bizda quyidagicha bo'lyapti. Ya'ni quyidagicha deganimiz, bu yerda muntazam 6 burchakning ichiga radiusi 6 ga teng bo'lgan aylana ichki chizilgan bo'lyapti. Aylananing radiusi bizda r deb belgilashga to'g'amiz. Shunda nima hodisa yuz beradi desak, bu yerda aylana markazini aniqlab oldik. Deylik, aylana markazi mana shu yerda bo'lsa, endi bu r bo'lyapti. Biz katta r deb belgilashga kiritganmiz va muntazam 6 burchak tomoni teng 2 bo'ladi. X taqsim 2, x taqsim 2. Bular x dan bo'ladi muntazam 6 burchakda. Demak, xulosa r, ya'ni muntazam uchburchakning balandligiga teng bo'lib qolar ekan. X ildiz 3 taqsimda 2 ga. Bu yerdan biz 6 burchak tomoni x topishimiz kerak. Ya'ni 6 teng deymiz. X ildiz 3 taqsim 2 ga. X topsak 12 taqsim ildiz 3 ga. Demak, x'imiz bizda 4 kira 3 bo'lsa, 4 ildiz 3 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni muntazam 6 burchakning tomoni. 3-savolimizda muntazam 6 burchak tomon uzunligi 4 ildiz 3 ga teng deymiz. Mana shu shaklda ishlab qo'yishimiz kerak. Endi keyingi savolga qaraymiz. 4-savol. Tomoni 6 sm bo'lgan muntazam 6 burchak aylanaga ichki chizilgan. Aylanaga muntazam
uchburchak tashqi chizilgan. Uchburchakning tomonini uzunligini toping deyilgan. Demak, deylik muntazam oltiburchak aylanaga ichki chizilgan bo'lsa, aylana unga tashqi chizilgan bo'ladi. Demak, radiusini R deb olsak bo'ladi. Va bu aylanaga muntazam uchburchak tashqi chizilgan ekan. Demak, muntazam uchburchak tomonini aytaylik x deb belgilashtirib olsak, biz mana shu x topishimiz kerak. Dastlab muntazam oltiburchakni tomoni 6 santimetrligi berilgan. Biz bilamiz, muntazam oltiburchakda tashqi chizilgan aylana radiusi bilan muntazam oltiburchak tomoni teng bo'ladi. Doim. Muntazam oltiburchakda mana bu holat. Ya'ni R A uchalasi teng. Shunda unga tashqi chizilgan aylana radiusi ham 6 santimetrga teng deymiz. Endi bu aylanamiz muntazam uchburchakka ichki chizilgan bo'lyapti. Muntazam uchburchakka ichki chizilgan bo'layotgan bo'lsa, buni radiusini topish uchun muntazam uchburchak tomonini 2 ildiz ostida 3 ga bo'lishimiz kerak. Shunda ichki chizilgan radius keladi. Bundan tomon topadigan bo'lsak, 2 ildiz osti 3 ni o'sha ichki chizilgan radiusga ko'paytirishimiz kerak. Endi biz ichki chizilgan radiusini katta yerda belgilash kerak. Bundan 2 ildiz ostida 3 ko'paytirilgan 6 deymiz va muntazam uchburchak tomoni bizda 12 ildiz ostida 3 ga teng bo'lar ekan. Demak, javob 12 ildiz ostida 3 ga teng deymiz. 4-savol. Endi keyingi savolga qaraymiz. 5-savol. Aylana tomoni 4 cm bo'lgan kvadratga ichki chizilgan. Bu aylanaga teng tomonli uchburchak ichki chizilgan. Demak, kvadrat ichiga aylana ichiga esa muntazam uchburchak ichki chizilgan. Bizdan uchburchak tomon uzunligini so'ragan. Demak, aytaylik kvadrat tomonini A deb belgilashtirsak, bizda A berilyapti 4 cm. Va ichki chizilgan aylana radiusini x desak, muntazam uchburchak tomonlar R desak, muntazam uchburchak tomonlarini x deb belgilashtiramiz. Shunda ichki chizilgan aylanani diametri kvadrat tomoniga teng bo'lib qoladi. Kvadratga chizilgani uchun bundan 2R teng 4 ga R teng 2 ga, ya'ni ichki chizilgan aylana radiusi 2 santimetrligini topsak bo'ladi. Endi bizda bu radiusimiz teng tomonli uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusi bo'lyapti. Demak, tashqi chizilgan aylana radiusini topish uchun tomonni ildiz osti 3 ga bo'lishimiz kerak. Bundan 2 teng x taqsim ildiz osti 3 desak, x barobar 2 ildiz osti 3 ekanligi kelib chiqadi. Ya'ni teng tomonli uchburchakning tomoni 2 ildiz osti 3 santimetrga teng deymiz. 5-savolimizda. Endi keyingi savolga qaraymiz. 6-savol. Tomoni 6 ildiz osti 3 cm bo'lgan teng tomonli uchburchakka aylana ichki chizilgan. Bu aylana ichiga kvadrat ichki chizilgan. Kvadrat tomon uzunligini toping. Demak, berilgan shartlar bo'yicha chizma chizib olganmiz. Demak, muntazam uchburchak aytaylik muntazam uchburchakni tomonini A deb belgilashtirsak, A berilyapti bizda 6 ildiz osti 3 ga tengligi va bunga aylana ichki chizilgan. Deylik, uni radiusini R deb belgilashtiramiz. Aylanaga esa kvadrat ichki chizilgan. Kvadrat tomonlarni x deb belgilashtirib olamiz. Xo'p, shunda teng tomonli uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusini topish uchun tomonni 2 ildiz osti 3 ga bo'lishimiz kerak.
ichki chizgan yarasini topish uchun. Demak, ichki chizgan yarasini topib olamiz. 6 ildiz osti 3 ni bo'laman 2 ildiz ostida 3 ga. Shunda radiusimiz 3 santimetrlik kelib chiqadi. Radiusimiz 3 ekan. Endi bu aylana kvadratga tashqi chizilgan bo'lyapti. Demak, kvadratga tashqi chizilgan bo'lsa, kvadratning diagonali aylana diametriga teng bo'ladi. Bu degani x teng ildiz osti 2 ko'paygan r deymiz. X topadigan bo'lsak 3 ildiz ostida 2 ga teng bo'ladi. Demak, kvadratning tomon uzunligi 3 ildiz ostida 2 ga teng bo'ladi deymiz 6-savolda. Endi keyingi savolga qaraymiz. 7-savol. Tomoni 24 cm bo'lgan kvadratga aylana tashqi chizilgan. Kvadratga aylana tashqi chizilgan va bu aylana muntazam 6 burchakka ichki chizilgan. 6 burchak tomon uzunligini toping debdi. Delik, berilgan shartlar bo'yicha chizma chizib olamiz. Kvadratga aylana tashqi chizilgan, aylana esa 6 burchakka ichki chizilgan bo'lyapti. Aytaylik, aylanani radiusini r deb belgilashga kiritib olsak, bizda markazi O bo'lsa r kvadrat tomoni a dan muntazam 6 burchak tomonini esa x deb olamiz. Demak, kvadrat tomoni berilgan 24 cm. Shunda unga tashqi chizilgan radiusini topish uchun kvadratning diagonali aylanani diametriga teng bo'ladi. Bu degani 24 ildiz osti 2 teng 2r deymizda. Aylanani radiusi 12 ildiz osti 2 ga teng ekanligini topib olsak bo'ladi. Bizda unga tashqi chizilgan aylanani. Endi muntazam 6 burchakka esa muntazam 6 burchakka aylana ichki chizilgan bo'lyapti. Ya'ni katta R bilan belgilaganimiz bilan. Demak, bu holda nima bo'ladi? Bu holda buni markazini aniqlab olyapmiz. Aylana markazini. Deylik, aylana markazi mana shu yerda O nuqta bo'lsa, bu R balandlik bo'lib boradi va muntazam 6 burchak tomoni x taqsim 2 x taqsim 2 dan x bo'ladi. Demak, qarabsizki, bu aylanamiz muntazam 6 burchakka ichki chizilgan bo'lsa, muntazam 3 burchakning balandligi bo'lib qolyapti. Demak, bu yerdan r teng x ildiz osti 3 taqsim 2 ekanligi ma'lum. Bunga ko'ra 12 ildiz ostida 2 teng deyman x ildiz osti 3 taqsim 2 ga. Bu yerdan x topadigan bo'lsak 24 ildiz osti 2 taqsim ildiz osti 3 bo'lyapti. Ratsionallikdan qutqarsak, surat mahrajini ildiz osti 3 ga ko'paytiraman va 24 dan 3 qisqarsa 8 ildiz ostida 6 ga teng bo'lar ekan. Demak, bizda 7-savolimizda muntazam 6 burchakning tomoni uzunligini toping deyilgan. 8 ildiz osti 6 ga teng deymiz 7-savolda. Endi keyingi savolga qaraymiz. 8-savol. Tomon 36 cm bo'lgan muntazam 6 burchak aylanaga chizilgan. Aylanaga muntazam 3 burchak tashqi chizilgan. 3 burchak tomon uzunligini toping. Deylik, muntazam 6 burchakni tomonni A deb belgilashga kiritib olsak, aylana unga tashqi chizilgan radiusini katta R bilan belgilashga kiritib olamiz va muntazam 3 burchak tomonni x deb oladigan bo'lsak, bizda muntazam 6 burchak tomoni 36 cm ga tengligi berilgan.
Endi unga tashqi aylana chizilgan bo'lsa, tashqi chizilgan aylana radiusi uni tomoniga teng bo'ladi muntazam olti burchakda. Doim mana shu tenglik o'rinlaymiz. R teng A ga bo'ladi. Muntazam olti burchakka tashqi chizilgan radiusi tomon uzunligiga teng. Bundan tashqi chizilgan radiusi ham 36 ga teng ekanligini topsak bo'ladi. Endi bu aylana muntazam uchburchakka ichki chizilganligi uchun ichki chizilgan aylana radiusi bo'lyapti. Shunda tomoni uzunligini 2 ildiz ostida 3 ga bo'lishimiz kerak. Demak, 36 teng x taqsim 2 ildiz osti 3 deydigan bo'lsak, bu yerdan x topsak 72 ildiz ostida 3 ga teng bo'lar ekan. Demak, muntazam uchburchakning tomon uzunligi 72 ildiz osti 3 ga teng deymiz. Bu bizda 8-savolimizda. Endi keyingi savolga qaraymiz. 9-savol. Tomoni 32 ildiz osti 3 bo'lgan teng tomonli uchburchakka aylana ichki chizilgan. Bu aylanaga kvadrat ichki chizilgan. Kvadrat tomon uzunligini toping. Demak, muntazam uchburchak berilgan ekan. Deylik, tomon uzunligini A ga teng desak, unga aylana ichki chizilgan. Aylanaga kvadrat ichki chizilgan deylik. Kvadrat tomonni B deb belgilashga olsak, bizdan kvadrat tomon uzunligi so'ragan. Teng tomonli uchburchak tomoni uzunligi 32 ildiz osti 3 ga teng deyilyapti. Bunda ichki chizilgan aylana radiusi muntazam uchburchakda A taqsim 2 ildiz osti 3 bo'ladi. Ya'ni muntazam uchburchakda ichki chizilgan radiusini mana shu ko'rinishda topamiz. Endi topib olsak, 32 ildiz osti 3 ni bo'laman 2 ildiz ostida 3 ga. Bu yerdan ichki chizilgan aylana radiusim 16 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Endi bu aylanam kvadratga tashqi chizilganligi hisobiga kvadratning diagonali, ya'ni B ildiz osti 2 miz aylananing diametriga teng bo'ladi, ya'ni 2 ga. Bu yerdan B teng ildiz osti 2 ko'paygan R liga kelib chiqadi. B ni topsak, R'imiz 16 ga teng, 16 ildiz ostida 2 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni kvadrat tomoni 16 ildiz osti 2 ga teng deymiz 9-savolda. Endi keyingi savolga qaraymiz. 10-savol, bu oxirgisi bu bo'limni. Aylana tomoni 16 sm bo'lgan kvadratga ichki chizilgan. Demak, bizga kvadrat tomon berilyapti. Bu aylanaga teng tomonli uchburchak ichki chizilgan. Uchburchak tomon uzunligini toping. Deylik, kvadrat tomonni A desak, unga ichki chizilgan radiusini R desak, muntazam uchburchak unga ichki chizilgan, uni tomoni x deb belgilashga kirsak, biz x topishimiz kerak. Bunda kvadrat tomoni 16 sm bo'lsa, unga ichki chizilgan aylana diametri kvadrat tomoniga teng bo'ladi. Bundan ichki chizilgan radiusini uzunligini topsak bo'ladi. Demak, ichki chizilgan radiusi 8 sm ga teng. Endi keyingi masala. Bu aylana muntazam uchburchakka tashqi chizilgan bo'lyapti. Tashqi chizilgan aylana radiusini topish uchun muntazam uchburchak tomonini ildiz osti 3 ga bo'lishimiz kerak. Demak, bundan x ni topadigan bo'lsak, ildiz osti 3 ko'paytirilgan R bo'ladi. Ya'ni muntazam uchburchak tomoni 8 ildiz ostida 3 ga teng deymiz. Demak, javob 10-savolimizda uchburchakning tomon uzunligi 8 ildiz osti 3 sm ga teng deymiz. Bu bizda 10-savolimiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Fikrlaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Salomat bo'lingizlar.